Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, hurmatli motorist, zamin masalada ishlaydigan ustakalarimiz, sizlarga ba'zi bir instrumentlarimizni tanishtirib o'tmoqchiman. Bu yerda eng kerakli bo'ladigan, kundalik ishlatiladigan instrumentlar birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Birinchi bo'lib bu motor kranimizdan boshlaymiz. Motor kranimiz lehkovoy mashinalarga moslashgan 2 tonnali bo'lib, buni 1 tonna, 1,5 tonna qilib ishlatsa ham bo'ladi. Eng oxirida mana yarim tonnagacha nechiga chiqarsa, necha razmerga chiqsa, shuncha o'zini yozib qo'ygan. Eng oxirida mana 2 tonnagacha. Bu faqat yengil mashinalar. Bizda bundan tashqari 3 tonnalik guzovoylarga, lehko guzovoylarga moslashgan motor kranimiz ham bor. Buni rasmini quyida qoldirib ketaman. Xohlasanglar guzovoylarga, xohlasanglar lehkovoylarga motor kranlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib, bizdan arzon narxlarda xarid qilsanglar bo'ladi. Endi bu motor kranimizga qo'shimcha motor teleshkamiz bor. Bu motor teleshkamiz aslan motorni ilib olib, uni ustida ishlashga moslashgan. Qulay, motorni ko'tarib yoki stol ustiga olib borib boshqa qilib yurmaydi. O'zida ilinib turadi. Juda ham motorni hamma taraflarini ko'rib, bemalol ishlatishi qulay narsa. Buni qatnosli versiyalari ham bor. Kilosi og'irlar, bular o'zi 500 kilogacha moslashgan bo'ladi. Buni kattaroq versiyalari ham bor. Ularni rasmini ham qo'yib ketaman. Agar kerak bo'lsa, bunaqa versiyasi yoki bunaqa oddiy versiyalardan zakaz qilsanglar bo'ladi. Endi transmissionniy domkratlarimiz haqida gaplashamiz. 3 xil turdagi transmissionniy domkratlarimiz bor. Bu 2 silindrli, baquvvat 500 kilogacha ko'taradi transmissionniy domkratimiz. Bular 1 silindrli, bular ham 500 kilogacha ko'taradi. Nasatkasida farqi bo'ladi. Ularni almashtirib, bemalol chiqarib, nasatkasini o'zgartirib ishlatsa ham bo'ladi. Silindr bir silindr bo'ladi. Bunisi 2 silindr chiqadi, balandroq ko'taradi. Keyin buni ham nasatkasini buni 4 shoxlaydi, bunga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bular avtomat korobkalarga moslashgan tekis platformali turdagisi, bulari motorlarni tushirish uchun moslashgan 4 shoxligi bo'ladi. Bularni ham kelishtirib arzon narxlarda beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizda bulardan tashqari boshqa instrumentlar, katta оборудованиялар ham bor. Ba'zi narsalar Xitoydan zakaz orqali olib kelinadi. Misol uchun motor chiskalarimiz bor. Ultraзвуковой vanna deb qo'yadi. Ularda 150 litr, 300 litrliklari bor. Ularni ham rasmlarini qoldirib ketamiz. Bu videomizni motorist, hadovoy ustalari, zamina masalasi bor ustakalarimizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar. Bu instrumentlarni narxlari bo'yicha bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Eng arzon ko'rgan joylardan $10 yana tushib ham beraveramiz. Optimga ham ishlaymiz. Hoji aka, hali ham podpiska bosmay, like bosmay o'tiribsizmi? Doim shunaqa qilasiz. Like'ni bosing, podpiskani bosib qo'ying, keyin yo'qotib qo'yasiz bu videoni.